Endi ba'zilarda shunday holatlarni kuzatamizki, kambag'allik peshonamga yozilgan ekan deb bahona qiladigan kishilarni ham uchratamiz. Bir ikki harakat qiladi, ishi yurishmay qoladigan bo'lsa, mani peshonamga shu kambag'allik yozilgan ekanda deb kambag'allikdan qutulishlikka harakat qilmaydi. To'r muchasi sog' tog'ini ursa talqon qiladigan yigitlar bor. Uyda o'tiradi. Ba'zilari eng achinarli holati hatto o'zini ahli ayolini topgan puliga kun kechiradiganlar ham bor. Bu haqiqiy mu'min musulmonning ishi emas bu. Haqiqiy mu'min musulmon kishi doimiy harakatda bo'lish kerak. Hech qachon to'xtamasligi kerak. Qachon uzrli hisoblanadi? Agar bir bemor bo'ladigan bo'lsa, agar bir nogironligi bo'ladigan bo'lsa, agar bir yoshi keksa bo'ladigan bo'lsa, ularga uzr berishimiz mumkin. Lekin soppa sog'lom yigit ishim yurishmayapti deya uyda o'tirishligi bu eng katta musibat azizlar.